Assalomu alaykum. Bu biz 3 kishilik ikkinchi podkastimiz. Bizning mehmonimiz Ismoiljon aka va Nodir aka. Aniqroq biz mehmonmiz, Ismoiljon aka uyda. Oldin Ismoiljon aka bilan olganmiz va Nodir aka bilan ham alohida olganmiz va hozir birlashtirib kattaroq masshtab topib chiqdik. Xo'p, hozir bir-birimizni tanishtiradigan bo'lsak, men Ismoiljon akani tanishtiraman, Nodir aka meni tanishtirdilar. Ismoiljon aka Koreyada 7 yil bo'lib qoldi. 7 yildan beri yashaydilar. Koreyaga o'qiganlar, masters qildilar, bachelors qilganlar va hozirda koreys kompaniyada Tejon shahrida senior software engineer va AI engineer bo'lib ishlab kelmoqdalar. Characteristicsga keladigan bo'lsak, juda muloyim. Qattiq qo'lmas demoqchiman, qattiq qo'lmas. Yordam kerak bo'lsa har doim pul bo'lsa puldan, maslahat bo'lsa maslahatdan yordam beradilar. Har doim qo'llab-quvvatlaydi nima bo'lsa va to'g'ri yo'l ko'rsatishga harakat qiladilar juniorlarga. Ya'ni Koreyaga kelgan bolalarga. Shunaqa juda supportive degan bo'lardim ingliz tilida. Endi men bu kishini tanishtiraman, Muhammadjonni. Muhammadjon yoshini aytib o'taman, 2004-yil. Obbo. Men lekin anchadan beri birga yurib, birga podkastlar olamiz, boshqa ishlar qilamiz, ko'p birga bo'lamiz. Xarakter jihatdan, fikrlash jihatdan 2004-yil boladan ko'ra ancha yoshi kattaroq bolaga o'xshaydi. Bu kompliment. Chunki men boshqa shu sizni tengqur bolalar bilan gaplashib ko'rganman, ko'p ma'lumot ishga chiqib ko'rganman, lekin ularda siz masalan bilmadim, balki siz ko'proq shunaqa kuruvlarda yurganingiz uchunmi, balki bilmadim. Har fikrlash jihatdan juda yaxshi. Ba'zida birga ko'p yurganimizda Muhammadjon rostdan mendan kichkinami yoki rostdan bu bola bilan oshnamizmi deb o'ylab qolaman. Mindset boshqacha. Chunki farq bo'lmaydi-da. Ba'zida tushuntirishim kerak, men buni bu haqida gapirsam bo'ladimi degan narsa bo'lmaydi. Shunchaki o'zim bo'lib gapiraman. Keyin muammo bo'lmaydi bu yerda. Oson shundan. Men yaxshi tanib o'sha menga eng e'tibor bergan tarafim shu taraf. Men shundan tanishtirgan bo'lardim Muhammadjon. Nodirbek Tejonda o'qigan bo'lsa universitetda, hozirda shu AI injener bo'lib ishlaydi. 3 yildan oshdi ishlayotganiga. Yaxshi inson. Ishdan tashqari zalga chiqishga qiziqadi. Sport bilan shug'ullanishga, zalga prosta tosh ko'tarishga chiqmaydi. Sport bilan shug'ullanadi. Nomi nima edi? Jujitsu. Nomi ham qiyin. Jujitsu bilan shug'ullanadi. Jiu degan so'z bilan shuni boshlanishi. Shunaqa sport turi bilan shug'ullanadi. Xo'p, characteristics tomoniga keladigan bo'lsak, characteristics. Aytgan juda critical thinking, ya'ni bitta savol bersangiz yoki bitta narsani tushuntirsangiz, masalan siz o'ylamagan, ko'rmagan joylardan sizga case olib keltirib berish mumkin. Siz xayolga kelmagan joylardan sizga argument berish mumkin va juda zo'r deb o'ylayman. Ya'ni masalan bitta muammoga juda out of box thinking qilib, juda critical yondashadi va bu juda hurmat qiladigan tomon. To'g'ri. Respect. Yep. Xo'p, mosdan boshladik. Sразу. Valloh keta qilmasdan. Xo'p, bu savolimiz bizga kanalga kelgan. Koreya ta'lim tizimi ancha mashhur, ayniqsa IT borasida. Koreya ham IT sabab rivojlangan. Samsung, LG va boshqa katta gigant kompaniyalar orqali. Va Koreya ta'lim tizimi biz o'ylagandek sifatga javob beradimi? Ta'lim tizimi. Siz o'qigansiz bachelor, siz bachelor o'qigansiz, masters o'qidingiz. Men bachelor o'qidim. Xo'p. Ta'lim tizimiga keladigan bo'lsak, ta'lim tizimi sifati yaxshi, faqat erkin. Sizni boshingizda hech kim turmaydi. Mana buni o'qishing kerak, mana bu ishni qilishing kerak yoki kelasi darsgacha bularni zo'r qilib o'rganib kelishing kerak deb hech kim boshingizda turmaydi. O'zingizga o'zingiz qanaqa ham motiv beradigan insonsiz, ham o'zingizga boshliqsiz, o'zingizga mentorsiz, hammasi o'zingizning qo'lingizda. Shuning uchun bir tomondan bu yaxshi, erkin bo'lgani, lekin biz mana shu O'rta Osiyodan kelgan insonlar uchun biroz yaxshi emas bu, noqulay. Chunki biz yoshligimizdan kimdir boshimizda turib, buyruq berib, mana bu ishni qilishing kerak deb maslahat berib turishga o'rganib qolganmiz. Lekin Koreyaning o'zi uchun juda ham zo'r. Chunki
koreyslar ham yoshlikdan o'sha leadershipni shakllantirish uchun har doim kurashib keladi. Shu bog'chada ham, maktablarda ham hammani erkin qo'yadi, hamma o'z fikrini ayta oladi. Shunga yarasha shu o'quvchilar orasida ham demak o'zim harakat qilishim kerak ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. Shu narsa o'sha universitetda mavjud. Lekin bizga bu narsa yangilik. Mana boshda kelgan vaqtimda shokka tushganman. Hamma erkin, xohlasa darsga kiradi, xohlasa kirmaydi. Darsda ham telefon o'ynab o'tiradi. Hech kimni ishi yo'q. Xohlasiz kompyuter o'ynab o'tirasiz. Lekin bu koreyslarning o'zi uchun okey holat. Va o'qish mana shu ancha foyda bergan. Shu yoshlikdagi o'rgangan tizimi maktabda, universitetda hamma yoqda bir xil bo'lganligi uchun bularga yaxshi. Va davlatning kelsa o'qish oson ekan-ku deydi-da. O'qish oson ekan, hech kim kontrol qilmaydi, konspekt tekshirmaydi. Uyga fan qilib qo'ysangiz tamom. Lekin midterm bilan final exam kelgandan keyin gazet beradi. Shunday. Bahom nima past chiqdi deb keyin professor orqasidan yurib janob qilib beradi. Ya'niki o'zingiz harakat qilishingiz kerak bu narsa. O'zingiz uchun. Men sizda critical tomonda. Critical tomonda, yes. O'zimizni tajribadan kelib chiqamiz. Men shu institutga kelganimda eng yomon ko'rgan narsa biz Osiyodan kelayotgan bolalar ko'pchiligi koreyslarga nisbatan ingliz tilini yaxshi biladi. Sezilarli darajada yaxshi biladi. Lekin darslarga qaraydigan bo'lsak, darslar har doim koreyslarda ingliz tili darajasiga tushiriladi. Va biz ham o'shalar darajasiga tushib o'ylashimiz kerak yoki gapirishimiz kerak bo'ladi. Dars o'shuncha o'sha paytda juda ham oson tuyuladi. Erkinlikka qaraydigan bo'lsak, ha, rostdan ham erkin edi. Men o'ylayman, bunga qarayman, bu erkinlik bu aslida filtr. Qaysiki kim juda ham shu sohani yaxshi ko'rganlarigina shu erkinlikdan foydalanib, imkoniyatdan foydalanib yorib ketadi yoki yoshligidan nima deydi, qat'iy qanaqadir nima deydi, qoidalar bilan darsda katta bo'lgan bolalar birdan erkinlikka kelgan bo'lsa, u tashlab qo'yishi mumkin yoki unga qadamda yana qattiqqo'llik kerak yana. Men o'ylayman, haqiqatda yaxshi ko'radigan odamlar buni erkinlikdan foydalanib birinchi o'tib ketadi, lekin o'zi xohlamaganlar boshqa yo'ldan ketishi, yiqilishi bu tabiiy tanlanish, tabiiy filtr deb o'ylayman. Koreya endi misol chet el Koreyani o'zi ta'lim tizimi koreyslar uchun yaxshi bo'lsa, koreyslar ham koreyslarning o'zi aytadi, bu yomon deydi. Chunki 16 soatdan o'qishadi kuniga. Maktabda. Men o'ylayman, maktab, endi lekin ular ko'pchilik aytadi, institutga kelgandan keyin institut yaxshi, ancha erkin deyishadi. Endi institut haqida ko'proq aytadigan bo'lsak, menga yoqmaydigani shu, koreyslar darajasiga tushishimiz kerak. Keyin ikkinchidan til bo'yicha, to'g'rimi? Til bo'yicha muammo. Endi biz masalan Koreyani yaxshi yoki yomon deyishdan oldin birinchi hamma narsa nisbiy. O'zbekistonga solishtirganda aytadigan bo'lsak, O'zbekistonga keyin solishtiramiz. Hozir umumiy olib qaragandami? Umumiy olib qaraganda masalan o'quvchi uchun kerak bo'ladigan deyarli hamma narsa bor. Masalan, internet tezligi, misol o'qituvchilar, foydalanish qurollari, maktablar, xulosada sog'lik, Dars qilish uchun hamma narsa bor. Keyin o'qituvchilar ham misol uchun bilmayman, o'sha hozirgi kundagi ma'lumotlar, yangiliklar bilan har doim birdan chambarchas bog'liq bo'lib turadi. Yangiliklarda eshitib turishadi, boshqa bo'ladi. Umumiy yaxshi deb o'ylayman. Keyin bitta yaxshi tomoni, sizni mana bu turishingizga qarab baho bermang. Bilimni olsangiz yetarli. Xohlasangiz tapchikada boring, xohlasangiz yaxshi oyoq kiyimda boring. To'g'ri. Futbolkada boring, kiyimingizga qarab o'tirishmang. Bilim berishadi, bilimni olishingiz kerak bo'ladi. Shunisi yaxshi. Men yana qo'shib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni Koreyan ta'lim tizimi yaxshi bo'lish sabab, koreyslar o'zi ham sabab deb o'ylayman. Sababi koreys tanishim bor. Endi gaplashsangiz o'qimaydigan bola deb o'ylaysiz. Lekin masalan institutda railwayda o'qigan ancha, bizda institutda railwayda o'qib, keyin istoriyasini ko'rsam coffee shopda dars o'tgan bo'ladi. Keyin CUda part time qiladi. Shunaqa dars gaplashsam charchayman, kam uxlayman. Men bu anaqa Koreyaga kirishim kerak, ishlashim kerak deb rosa harakat qiladi. Masalan, coffee shop, keyin yana ishlab, CU o'qib, juda qattiq harakat qiladi. Masalan, maktabda qattiq harakat qiladi. Keyin institutda yana o'qiydi, yana ishga kirgancha.
O'shanaqa menimcha. Karaslan o'zi ham ancha Korean ta'limini rivojlantirishga yordam bergan deb o'ylayman. Shunaqa motivatsiyasi bilan. Xo'p, demak, siz kelmasingizdan oldin ta'limsizmi o'ylaganingizda bo'lgan? Siz javob berib bo'ldingiz menimcha. Shok bo'ldi deb sizcha. Qanday tasavvur qilgansiz? Men kutganimdan ko'ra yaxshi bo'lgan. Chunki men masalan erkinlik boshqasi hammasini ko'rib turib, yoki bo'lmasa esimda bor shu bizda o'sha paytda IT bo'yicha o'qiganimizda darslar Khan Academy degan qanaqadir darslarni bizga bu o'tgan yoki o'tmaganmiz hali, bizga darsdan oldin shu anaqalar berardi, o'qib kelinglar deyardi. Keyin o'qib o'rganib kelsak, keyin o'sha mavzu haqida gaplashilardi. Matematika darsi shunaqa bo'lardi. Masalan, O'zbekistonda aytamiz, O'zbekistonda misol doskaga chizib berib, boshqa qilib o'rgatilardi. Yoki kitobdan faqatgina o'qituvchi orqali o'rgansangiz bo'lardi-da. Keyin tushunib yetdim. Keyin bitta narsa, Koreyada shunaqa narsa tushunib yetdimki, o'qituvchi baland, o'quvchi past degan narsa ozgina shu narsa ozgina yo'qolgan. Hali ancha qisqargan qasi. O'qituvchi mana qilib qilish kerak emas. O'qituvchi tipa deyarli sizni do'stingiz sifatida o'sha turib beradi. Keyin sizdan har qanday kritikalarni qabul qila oladi. Yangi fikrlashlarni qabul qila oladi. Xatolaringizni ham to'g'ri qabul qila oladi. Men shu muhit jihatdan ham wow deyman o'sha paytda. Chunki men biz O'zbekistonda qattiq qo'llik, faqatgina o'qituvchi bilan o'qituvchidan so'rash kerak, o'zingcha aqlli qilma degan narsa ko'p bo'lardi. Bu kelgandan keyin wow deyman. Qo'shimcha yo'qmi? Hammasini aytildi. Menda masalan o'zimizning institutda koreys professorlar bor. Ingliz tilini bilmaydi. Juda low levelda biladi. Lekin masalan koreys tilini o'rgatsa, o'zini ishini mutaxassisi. Chunki bizning institutda ko'p professorlar Samsungda, LG katta kompaniyalarda ishlab kelishgan. Va agar koreys tilini o'qitadigan bo'lsa, u juda masalan o'qish ham juda sifatli bo'ladi, lekin ingliz tilini o'qitganligi uchun o'zini bor bilimini bizga yetkazib bera olmaydi ingliz tilida. O'zini bor eksperiyensini. Lekin juda kuchli masalan mutaxassislar bor institutda va ishlaydi. Lekin chet ellik professorlar rostdan ham zo'r o'tadi darslarni. Chet elda zo'r o'tadi. Bor bilimini berib. Faqat ana shu koreys professorlarida til muammo bo'lganligi uchun ozgina dars o'tish sifati pastroq. Yana bitta Bangladeshlik professorimiz bor. Bangladeshlik yoki indiyalik, Prashant Kumar eshitmaganmisiz? Yo'q. Prashant Kumar. Cloud sohib. Kompyuter platform bilan Big Data platform o'tadi. Endi shu paytgacha o'qigan bo'lsam, eng yoqtirgan professorlarni 3 taliga kirdi. Bittasi Jiuddin, bittasi shu bo'lsa, yana bittasi sanoyda. Ismi edi? Bu ham bitta indiyalik professor edi. Esimda yo'q, chiqib ketdi lekin. Sanvar Husayn. Keyin o'sha indiyalik bo'lsa, Bangladeshlik aytadi masalan, darsni birinchidan bemalol o'tadi. Keyin masalan intervyu uchun savollarni anaqa sample qilib berib ketadi. Keyin dars payti masalan 3 soatlik dars. Ujur studentlar zerikib uyqusira boshlagandan keyin shunda bitta misol beradi. Masalan, intervyu uchadigan shuni yaqinroq logik misol beradi-da, shuni qilaring deydi. Mana shunaqa dars qizitib, keyin har doim aytadi, "Sizlar meni aqllisanlar. Men o'zimni aqlli demayman. Agar xato qilsam to'g'rilaylar." Keyin masalan, oddiy masalan kod yozsak, nimadir nastroykalarni to'g'rilash kerak bo'lsa, shunday borib qilib bersam, men har doim aytaman sizlarga, "Sizlar meni aqllisizlar" deb shunaqa motivatsiya beradi. Keyin juda dars qiziqarli o'tadi. "You are future engineers" deydi. So, shunaqa deb, yaxshi o'qilaring deb juda qattiq motivatsiya beradi. Shu o'qituvchilik haqida bitta narsani qo'shib ketmoqchiman. Dars bo'yicha emas, lekin shu koreyslarda umumiy o'quvchiga bo'lgan nisbatan munosabatdan qaratmoqchiman. Shu akamiz aytgandek, sportga borganimizda birinchi borgan joyimiz boshqa joy edi. U yerda faqat jujitsu emas, MMA bo'yicha bo'lardi. Lekin MMA bo'lgan taqdirda ham professor o'sha o'tadigan murabbiy juda ham kuchli, belbog' qora. Ancha 15 yildan beri jujitsu qiladi, 20 yildan beri kickboxing bilan shug'ullanadi. Haligi o'zini sport anaqasi ham juda ham zo'rda. Lekin bitta tarafi u bilmadim, balki zerikkanmi o'qitishdan boshqami bera olmadi. Hani o'sha balki bu majburiydandir, bu sport turi shug'ullanish ko'proq pul tarafga o'tib ketib qolgan.
ko'proq sizni shug'ullantirib charchatib uyga jo'natib yuborsa-yu, tezroq olib kelsa-yu, tezroq pulini olsa-yu o'shaqa bo'lardi. Balki shunaqadir. Lekin hozir 6 oy, 7 oydan beri boshqa joyga boryapmiz. Lekin u joydagi professor, murabbiy belbog' emas. U bitta past murabbiyda. Lekin uni qilayotgan muomalasi, uni bizga qilayotgan muomalasi juda ham level boshqacha. Men bunaqa murabbiyni ko'rmaganman. Va O'zbekistonlik murabbiylar ham masalan qo'pollik qilib, urib so'kib, tezroq masalan uchun o'zini liderligini anaqasini ko'rsatish kerak, kuchligini yoki boshqarish uchun nima deyish kerak-da, lekin u biron marta hech kim so'kmaydi. Bu dars qilayotgan bo'lsa, masalan biz 7:30 da kelib 9 gacha qilganmiz, 9 da boshqa dars bo'lgan bo'lsa, biz bu yoqda chegarada o'zimizcha shug'ullanib boshqalayotgan ozgina paradga borsak, o'tirishsizmi deb so'kmaydi-da. Bolalar ozgina pastroq gapiringlar deydi. Iltimos sizlardan deydi. Bo'ldi. Bizga iltimos qiladi. Bo'lmasa, davay uyga ketadigan desa ham bo'ladi. Keyin o'sha shug'ullanayotganlar ichida bolalar bor. Professorni haligi sport tushayotgan yengib qo'yish ehtimoli ko'p bo'ladi. Professorda yengib qo'ygan bolalar. Haqiqatda talantli bolalar bor. Lekin hamma uni oddiy qabul qiladi. Birov misol uchun, bilmaydi ekan, ketib qoladi demaydi. It's okay. Chunki hamma kelayotgan odam professor kuchligi uchun emas. O'sha muhit, ashaqa o'rganib oladigan, toza, chiroyli muhit yaratib bergani uchun professor yaxshi ko'rishadi. Hali bir-birini urib tashlab emas, bir-biri bilan shug'ullanib, hatto professor yukizib qo'yganidan xursand bo'ladi. Men ashunga qoyil qolganman men. Koreyada shunaqa, men yaxshi ko'raman, hali aytganingizdek, professor o'zini pastroqqa tushishi o'quvchini qo'rquvini ham tushiradi-da. Qo'rquv bo'lgandan keyin sal o'zingiz bosib o'rganishingiz, fikrlashingiz oson bo'ladi deb o'ylayman. Bosimda o'ylagandan ko'ra, sal o'zingizga erkin bo'lib o'ylashingiz oson bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savolimiz nima uchun Koreya ancha rivojlanyapti? Biz O'zbekiston ta'lim tizimida nima kam joyi bor va gap nimada? Bizni fikrlashimizdami, miyadami, yo ta'lim tizimimizdami yoki qadriyatlarda? Savol zo'r bo'ldi. O'zbekiston ta'lim tizimi bo'yicha biz kollejgacha o'sha akademik litseygacha o'qiganmiz. Undan u yog'ini universitetlar qanaqa bilmayman to'g'risi. Lekin mana shu litseylarga borib o'qiganimda ta'lim tizimi zo'r edi. Yaxshi ta'lim berishgan, yaxshi bilim berishgan. Lekin universitet levelini bilmayman. Bu savolga kimdadir fikr bo'lsa bergani yaxshi. Universitet haqida meni ham bunchalik bilmaymiz. Lekin institutda o'qigan bolalar bilan gaplashgan, masalan, biz IELTS o'qiyotgan paytimizda o'sha ingliz tili fakultetida o'qiydigan bolalar bilan birga IELTS o'qiganmizda. Ular 4-kurs edi o'sha paytda. Ular ingliz tili darajasi hali institutga kirmagan bolalar bilan masalan bitta guruhda o'qirdik. Endi bilmadim qanchalik, lekin eshitishim bo'yicha ular ismini aytmay, o'sha eshitishim bo'yicha o'sha institutni eng oldi nimalaridan edi. Endi men umumiy qilib aytadigan bo'lsam, bizda har doimgidek o'sha paytlarda hozir tashqi dunyo bilan o'rganayotgan ilmimizni tashqi dunyo bilan bog'lab o'rgatilmasdi. Faqatgina men bilan doskani ko'rardik, misollarni ko'rardik, keyin uni hardcore yodlash kerak bo'ldi. Tashqi dunyo bilan bog'lanmasdi yoki birinchidan tashqi dunyo bilan bog'lanmasdi, ikkinchidan critical thinking yo'q. Nima desa o'qituvchi gap qaytarma, nima gapirgan bo'lsa ham o'qituvchi gap qaytargan bo'lsa bular jim eshitib o'tirish kerak. Bu da kommunizm bo'lib ketib qolgan deb tuyulardi-da. Diktatorship. Dars diktatorship bo'ladi. Rostdan diktatorship bo'ladi. Faqat jim o'tirib qimirlasham, ovoz ham mumkin emas. Даже уже sal engashib o'tirish ham даже mumkin emas bo'lib ketardi. Keyin yana bitta narsa, o'sha Elon Musk zo'r gapi bor. Bizni o'sha educationdagi bitta xatoyimiz, biz bolalarga why degan savol o'rgatmaymiz. Nimaga o'rganyapmiz buni? Misol uchun matematikada qanaqadir problema o'rganyapmiz. Uni o'rganishidan maqsad nima? Kelajakda qayerga bu ishlatsam bo'ladi? Yoki hozir bu problema qaysi bu solution qaysi problemalarni yechib beryapti dunyodagi? Yoki qanaqadir texnologiyalar ichida bor, bu o'sha orqali qanaqadir ishlar bo'ladi. Mana masalan bitta misol aytaman. Abu Rayhon Beruniy bo'lish kerak. Abu Rayhon Beruniy bitta misol bilan yerni radiusini o'lchagan ekanda. Keyin yerni radiusini o'lchagan, shu paytgacha eng aniq o'lchagan odamlardan bittasi ekanda. Xo'p, endi shu paytgacha biz Abu Rayhon Beruniy nima deb bilganmiz?
olim boshqa deb bilganmiz. Matematik deb bilganmiz yoki geografiya bo'yicha ham ishlar qilgan deb o'ylayman, boshqa deb bilganmiz. Lekin hech qachon biz o'rganmaganmiz. Beruniy bo'lishining asosiy turtki nima bo'lgan? Nimaga beruniyni asl maqsadi nima bo'lgan? Aqlli bo'lishdan shuncha kashfiyot qilishdan asl maqsad nima? Desamki, bir kun boshqa matematika bo'yicha qanaqadir video ko'rib o'tirgandim, o'sha aytib qolishdi. Shu Persian nimada Beruniy degan odam bo'lgan. Shu birinchi shu ana taklif qilgan shu yechimni. Bu yechim qanaqa desa, u deydi toqqa chiqib turib, quyoshga chiqib qanaqadir quyoshga qarab formula qilgan dedi. Formula orqali yerni radiusini o'lchagan. Juda ham aqlli unaqa formula ishlatgan. Keyin men ma'lumotni istab oxiriga borib chirsam, Abraham Beruniydan so'rashgan ekan. Nimaga buni yaratdingiz? Siz yerni radiusini o'lchash sizga nimaga kerak bor desa. Hozirgi paytda degan islom butun dunyo bo'yicha tarqalyapti. Endi bizda muammo nima? Muammo musulmonlar endi Ka'batulloh qaysi tarafda bilishini qiyin bo'lyapti hozir. Ularga osonroq bo'lishi uchun men shuni ustida ishladim, oxiri yechimini topdim. Endi inshaalloh bundan keyin musulmonlar namoz o'qiyotganda Ka'batulloh qaysi tarafdaligini topishda qiyinchilik bo'lmaydi. deb qilgan ekan. Men shuni aytganim, demak, ular har bitta qilgan ishi, har bitta nimasi oldindan bir qanaqadir bitta muammo bo'lgan. O'sha muammoni yechishga qattiq urinishgan. Birinchi yechimni qo'yib turib, keyin mashinaga muammo qani deb tushunmagan. Birinchi muammoni ko'ra olishgan, topa olishgan va o'sha muammolarga yechim topish olgan. Bizda ham shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. O'shanda nimaga desa, o'shanda biz keraksiz, oshiqcha, bizga muhim bo'lmagan ma'lumotni olib tashlaymiz. Hozirgi paytda ma'lumot ko'p vaqtida faqat biz kerakligini o'rganishimiz kerak, o'sha miya to'lib ketadi, kerak emas boshqasi. Endi yaxshi joyda qo'shimcha qilamiz. Endi bu bizni deylik 10-15 yil oldingi experienceimizdan gapiryapti. Hozirgi kunda balkim o'zgargandir. Bilmaymiz. To'g'rimi vaziyat? Lekin o'sha 10-15 yil oldin qaysidir joyda, masalan, qaysidir viloyatda qiyinroq bo'lgan, qattiq qo'lroq bo'lgan. Shuna har xil bo'lgan. Masalan, meni sharoitimda bizda qanaqa bo'lardi? Yo'nalishim tarix bo'lgan, huquq bo'lgan. Biz har bitta deylik tarixda bo'lgan voqealarni sabablarigacha o'rganib chiqardik. Mana shu why, nimaga bunday bo'ldi o'zi? Nima sababdan? Qanday tashqi kuchlar, omillar sabab bo'ldi bunga? Hammasini o'rganib chiqardik. Masalan, hozirgi kundagi bizni qonunchiligimizda yaratilgan mana bu moddalar nima uchun yaratildi? Qayerdan kelib chiqdi o'zi? Oldin o'zi qanaqa edi-yu, nima uchun endi bu yangilik o'zgartirildi mana moddamiz? Nima sabab bo'ldi? Shulargacha o'rganib chiqardik, lekin bizda yaxshi bo'lardi. Bizda masalan o'qituvchilarimiz juda qattiqqo'l bo'lmagan. Masalan, tarix bo'lganligi sababli erkin savol javob qilardik. Masalan, erkin o'zimiz ko'p debate qilardik biz darslarda. Ya'ni fikrlashimizni o'stirish uchun. Shuning uchun yaxshi bo'lardi bizda. Menga Koreyada eng yoqgan darslardan bittasi bu Capstone Project bo'lgan. Ya'ni Capstone Project qanaqa dars? 6 soatlik dars. Uni dars deganda 1 soatni professor tushuntiradi, qolgan 5 soatni biz gruppa bilan ishlaymiz. 1 soatni Capstone Project nima qiladi? This is Capstone Design Project. U bitta bir real companydan, Koreyada ishlab turgan kompaniyadan bitta haqiqiy proyekt oladi, real proyekt oladi, keyin uni studentlarga bo'lib beradi. Studentlar keyin shuni ustida ishlashadi. Keyin masalan bitta semestr bo'lsa 4 oy davomida ishlab, o'sha bergan proyektni develop qilib, keyin taqdimot qilib prezentatsiya qiladi. Menimcha bu o'qish paytidagi ishlamasa turib eng zo'r experience deb ayta olaman studentlar uchun. Chunki dokumentatsiya yozadi, keyin prezentatsiya qilishni o'rganadi, pitch qilishni o'rganadi, keyin develop qilib komanda bilan ishlashni o'rganadi, teamwork bilan. O'sha eng zo'r experience bo'ladi. Real life is simple experience. Men to'g'risi Koreyaga birinchi kelganda 1-2 yil ichida Koreyani boshqani ko'rib fikrlashlar o'zgargan, imkoniyatlar qilsa bo'lagan degan fikrga kelganman. O'sha paytda endi balki maqtanishni bilasizlar, balki men lekin birinchi hayolimga kelgan narsa O'zbekistonda men ham institut ochaman deyardim. Institut ochadigan bo'lsam, bu birinchi kompaniya ochaman. Bu kompaniyani o'zining instituti bo'ladi. Va o'sha institutdagi bolalar masalan bir haftada 5 kun o'qilsa, faqatgina 1 yoki 2 kunini institutda o'qiydi. Qolgan 3 yoki 4 kunini kompaniyada qiladi.
ular tipa research team, laboratoriya, boshqa kompaniyadagi muammolar, masalan o'zi odamlar ishlab turadi, lekin bizda yana mana shu ishlab turgan holatda mana shu qanchalik optimizasiya qilsak bo'ladi, qanchalik kuchaytirsak bo'ladi, nima kamiyyapti, nima qilsak bo'ladi degan misolga, masalan kompaniyaning o'ziga ham arzonga tushadi. Keyin ham bu yoqda studentlarga ham kompaniyaga oson bo'ladi. Bular kelib o'rganadi, izlanadi, boshqa qiladi, haqiqiy ko'radi hamma narsani. O'sha ular institut bitirmasdan oldin ishlashga tayyor, hamma biladigan bu tayyor bo'ladi. Kadr yetishmovchiligi bo'lmaydi shunda. Hozir masalan bizda kadr yetishmovchiligi o'zi aslida yo'q bo'lishi kerak. Chunki bizda yiliga o'ylayman 100 minglab talaba bitiradi. To'g'rimi? Lekin yiliga 100 minglab bitirgan taqdirda nimaga kadr yetishmovchilik bo'lishi kerak? Masalan, o'zi statistika qarasangiz, O'zbekistonda 1 yilda 10 mingta ham yangi ish yaratilmaydi. Menimcha. Lekin bizda 100 mingta talaba bitiradi, lekin yana kadr yetishmovchilik bo'ladi. Bu degani bizda demak yaxshi yo tizimda muammo bor, yo qayerdadir muammo bor. Shundaymi? Keyingi savolim, Koreyada AI injenerlik bo'lishlikni eng katta yolg'onlardan bittasi. Hozirgi paytda AI injener deb aytilayotgan narsa ikkita tema bor hozir. Birinchisi, tashqaridan AI injener bo'lmagan oddiy boshqa odamlar, boshqa sohadagi odamlar kod yozish tugadi, bo'ldi, bu soha ham tugadi deb o'ylashyapti. Bu degani AI ishchilar kamayib ketadi deb o'ylashyapti. Bu qarang, nima deydi? Gap to'g'rimi? 1-2% to'g'ri. 1-2% to'g'ri. Lekin o'ylaymanki, AI injener bo'lishlikda anaqa yo'q. Nima deydi? Tugab qolmaydi bu soha. Bu hali o'zim tinchlantirish uchun aytilayotgan gap emas. Keyin ikkinchi narsa, men o'ylayman, magistraturani yoki doktoranturani qilib turib, keyin AI injener bo'lish kerak degan gaplar bor. Men o'ylayman, u kompaniyada biron bir produkt qilish uchun u darajada kerak emas hozir deb o'ylayman. Chunki masalan bitta misol, men bitta o'sha security bo'yicha hozir bitta proyekt qilyapman. Va u proyekt qilayotganimda hozir misol endi men boshdan software injener bo'lib, AI injener bo'lib yurganligim uchun buni tushunishim, boshqa qilishim oson bo'lyapti. Bir vaqt o'zida men shunchaki o'sha Cloud Code'ga shu hozirgi turgan holatdan menga shu paperlarni, research paperlarni hammasini yoki o'sha bor produktlarni hammasini, dokumentatsiyasini hammasini o'qib, menga optimization yo'llarini aytib ber desam, detail chotki qilib beryapti hamma yo'lni. Research qilishim shart emas bo'lyapti o'sha. O'ylanib o'tirishim kerak emas bo'lyapti o'sha. Endi mana shunaqa bakalavrni bitirgan bilan PhD bitirgan o'rtasidagi tafovutni kichaytirib tashlayapti-da. Lekin bu degani ish tugab qoladi degani emas bu. Men agar shu AI orqali ish tugab qoladi degan bo'lsak, kompaniyada yoki fikrlashimizda ayb bor. To'g'ri. Men o'zim fikrimni bildiraman, yaxshi fikrlarni aytdilar. AI injener bo'lish uchun siz magistratura yoki PhD ni tugatgan bo'lishingiz shart emas. O'zi bu sohada ikkita o'zi yo'nalish bor-da. AI engineering bor, AI researcher degan narsa bor-da. Siz research, ya'ni mana shu akademiya, ilm-fan, bir yangilik kashfiyot qiladigan yo'nalishda ketadigan bo'lsangiz, mayli PhD qiling, oxirigacha qiling. Unda kerak bo'ladi. Lekin siz mana bu kompaniyada, industriyada ishlab problemlarga solution, ya'ni yangiliklar kiritadigan bo'lsangiz, bu yoqda shart emas sizga. Coding qilib, mana shu programming qilib, mana shu muammolarga yechim qilib ketaverasiz, yo'l-yo'lakay. Bunga deyarli bakalavr o'qigan bo'lishingiz ham shart emas-da. Ya'ni kallangiz juda ham katta bo'lib ketgan bo'lish shart emas. Endi biggest lie, ya'ni yolg'onlardan bittasi aytganlaridek, tashqarida, bu sohadan tashqarida yurganlar ishlar tugab qoladi deb o'ylayapti aslida. Bu bizni o'zimiz kompaniyamizda ham sodir bo'ldi. Masalan, kompaniyamiz boshlig'i, CEO shu vibe codingga qiziqib qolib, 3-4 ta AI'larni sotib olib, bir nimalar qilib ko'rdi o'zicha. Veb-saytlarni develop qildi, u qildi, bu qildi. Keyin oxirida o'zi qilgan veb-saytni bizga test qilishga berdi. Test qilib ko'ringlar, qancha muammosi bor. Muammolarni yozib ko'rsatib beringlar menga. Endi o'shalarni ko'rsatib berganimizdan keyin 2 kundan keyin oldimizga keldida aytayapti, AI ga ishonib bo'lmas ekan dedi. Ya'niki AI chiqqani bilan hamma ishni qilib bera olmaydi. Siz ustida turib
yo'nalish berib birgalikda qilishingiz kerak. Inson omili kerak bo'ladi har doim. Endi baribir AI ustida oddiy odam emas, bilgan odam turishi kerak-da. O'sha AI qanday ishlashini bilish kerak. Nimani develop qilishni bilish kerak, to'g'ri prompt yozishni bilish kerak va uni ikki-ichkariga tushirish kerak. Nima AI qilib Xo'p, lekin AI bilan ba'zida to'liq AI ga berib qo'yib vibe coding qiladigan bo'lsangiz, nimagadir meni o'zimga kamchilik ko'pdek tuyulaveradi. Ko'p vaqtimni olayotgandek tuyuladi. Uni o'rniga AI dan kamroq foydalanib, o'zim develop qilganda tezroq bo'lardim degan fikr bo'ladi har safar. Ya'ni debugging kamroq chiqadi. Vaqt ko'p ketib qoladi bunda. Men yerda qo'shimcha qilaman. Masalan, biz men ham ko'p AI ishlataman, ishonadi. Lekin men AI dan ko'proq ishimni avtomatlashtirish uchun qilaman xolos. Masalan, research qilib o'sha ishlar topa olarmidim, men ham topa olardim. Dokument qila olamanmi? Qila olardim, lekin qancha vaqtim ketadi? 1 oy vaqtim ketadi. 1 kunlik research uchun 1 oy vaqtim ketadi. Har bitta paperda bitta o'qib chiqishim kerak. Har bittasini qidirishim kerak, boshqa vaqtim ketadi. Uni o'rniga AI ga hamma resurslarni bitta joyga yig'ib berishni aytaman. Keyin resurslar ichidan tanlovlarni beradi. Mana bor, mana yo'nalish bor, mana yo'nalish bor. Keyin bitta mana shu yo'nalishga ketamiz deb aytib beraman. Buni yana resurs qiladi. Uni topamiz. Keyin yana ma'lumot beradi. Bundan monolarini olamiz deyman. Tanlaydi. Endi buni orqasiga kod yozamiz deyman. Keyin kodlarni bitta tushuntiradi, amal bo'lish kerak ekan. Yo'q, bu joyda yaxshi bo'lmaydi. Bizga mana to'g'ri keladi, mana buni qilishimiz kerak. AI dan biz to'g'risi o'ylayman, boshqa oddiy odamlarda AI dan qanaqadir aqlli nimada so'raydi. Biz aslida biz aql, u bizga xizmatchi bo'lish kerak. Make me rich deydi. Yo'q, siz avvaldan o'sha qanaqa boy bo'lish fikringiz bo'lish kerak. Просто buni automate qilgani, execute qilgani AI dan tipa slave sifatida foydalanish kerak. Uni qilib, buni qilib, davay deb tezlashtirib berish uchun-da. Lekin men oddiy odamlarda shu aybi, lekin oxir-oqibat ishga qilishi, men o'ylayman, uni birinchi o'ringa qo'yib qo'yishi va u odam unga follow qilishi xato bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, shu AI davrida, vibe coding davrida ko'p developerlar, ya'ni dasturchilar ko'p ish haqi olyapti deb o'ylaysizlarmi? Hozir ish qilayotgan ishga qaraganda. Overpaid bo'lyaptimi? Yo'q deb o'ylayman. Ba'zilar underpaid bo'layotgandir. Chunki bitta misol keltiraman, masalan, kompaniyalar 2-3 oy uchun muddatga bitta proyekt oladi. U proyektning narxi, misol uchun, davlatdan proyekt oldi deylik, 200 million yoki 200 ming dollarda gaplashsak, 200 ming dollar. Uni 3 oy ichida tugatib berish kerak. Uni 2 kishi ishlasa, masalan, bemalol 3 oyda tugatadi. Endi o'sha 2 kishiga deylik, Koreya sharoitida 40 ming dollardan berayotgandir. To'g'rimi? 40 ming dollardan yoki yillik pul. Endi oyiga qanchadan to'g'ri keladi? 3 ming dollar deylik. 3 ming dollardan 2 kishi ishlasa qancha bo'ladi? 18. 3 oy. 18 bo'ladi, to'g'rimi? 18 ming dollarga butun boshli proyekt bityapti. 200 mingdan 18 mingdan ayiramiz. Qolgani kompaniyaga qolyapti. Ya'ni anaqa emas. Ko'p pul to'lanmayapti. Hozirgi bu muammo nimada bo'ladi? Ko'proq CEOlar aytishga urinishadi. CEO ham tipa aytib, endi bu yoqqa AI qilib beryapti, hamma narsani seni oyligingni tushiramiz deydi-da. Lekin men savol berdim, "Xo'p, mayli, oyligimni tushirishingga haqqing bor. To'g'ri, ish oson bo'lyapti. Lekin bitta narsa, birinchidan, hozir men bir vaqt o'zida oldin bitta proyekt qilayotgan, ikkita proyekt qilayotgan bo'lsam, hozir 4 ta proyekt qilib, yana bitta proyektga vaqtim bo'lyapti. Birinchidan. Ikkinchidan, sen so'ragan dokumentatsiya, deadline hammasi joy-joyida bo'lyapti. To'xta qilayotgan bo'lgan, kechikish bo'lmayapti. Sen so'ragan vaqtda tashlab beryapman dokument. Misol uchun menga dokument kerak bugunga deydigan bo'lsa, menga dokument ber desa, odatda u dokument yozish uchun 2 kun vaqtim ketadigan bo'lsa, men hozir uni 2 soatda tashlab beryapman. To'g'ri. 2 soatda ham yo'q chotki qilib chiqarib beryapman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, productivity oshdi. Productivity ancha oshdi. Ikkinchidan aytaman. Xo'p mayli, AI qilib yozib berayotgan bo'lsa, naryodagi klient ham ishlaringni AI yozib beryapti deb turib, oldin bitta produktga 100 ming to'layotgan bo'lsa, hozir 80 ming to'layaptimi? Deyman. Yo'q.
bir xil yoki undan 120 ming olayotgan bo'lsang olayotgandirsan, lekin 80 ming olmayapsan. Sen bir xil qanaqa olyapsan. To'g'ri. Sen nima o'zgaryapti sendan? Deb haligi kontra argument bo'ldimi, o'sha bo'ldi, dam bo'ldi. Bo'ldi o'sha. Ha, to'g'ri endi nima qilish kerak gapni yo'llar bo'ldi. Hop, injener sifatida o'zlaringizni boshqa injenerlarga solishasizlarmi, developerlarga? Misol uchun injener kimdir manaqa masalan AI'da mana bunaqa ishlatyapti ekan, u manaqa ishlatyapti ekan, u 10x manaqa qildi desa, ha, albatta. Mana masalan, kimdir sizdan yoki siz bilan bir xil levelda ishlayapti. Bugun deylik, proyekt tugatib qo'ydi, berilgan proyekt. Siz haligacha tugatolmadingiz. U sizdan yaxshiroq ishlayapti, yaxshi biladi. Shunda masalan solishtirishlar bo'ladimi o'zida? Ha, critical qilib o'ylab ko'raman. Masalan, menda hasad qilish degan narsa endi insonimiz bo'ladi-yu, lekin odatda iloj boricha harakat qilaman, uni tezlashtirishga, uni o'sha ertaroq tugatib qo'yishlikka harakat qilgan, ta'sir qilgan omillar nima? Shu tarafdan qarayman, to'g'risi. Chunki menda bunaqa hasad qilish, keyin u odam mendan yaxshiroq deb turib bunaqa ko'nglim ushirish degan narsa institutda o'qiyotgan paytimda ko'p bo'lgan. Shuni aytganmanki, bu AI qiyin soha bo'lgani uchun qilishlar, feillar ko'p bo'ladi. Odam feillarga tayyor bo'lish kerak, hasad qilmaslik kerak va hamma o'zini leveli bor. Hamma o'zini leveliga yarasha ish bor. O'shuning uchun xafa bo'lmaslik kerak odam. Bo'ldi, mana shu yo'l degan fikrga kelganman. Sizda? Menda solishtirish bo'lmaydi hech qachon. Naborot, masalan, yaxshiroq biladigan odam bo'lsa, ko'proq u odamdan o'rganishga harakat qilaman. Umuman solishtirish bo'lmagan ham bo'lmaydi ham menimcha. Menimcha o'zi engineering, ya'ni shu developing sohasida solishtirish noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki masalan bitta developer bitta narsada zo'r bo'lishi mumkin, ikkita sust bo'lishi mumkin. Siz o'sha narsada zo'r bo'lasiz, unda sust bo'lishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa engineering sohasi shunaqa deb o'ylayman. Va umuman boshqa IT sohasi shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, Koreyada yashashda va ishlashda qanaqadir bosimni his qilasizlarmi, yo'qmi? Dubayda ishlayotgan bitta oshnamiz bilan gaplashgandik. Uni aytish bo'yicha Koreyada bosim juda ham kuchli deyishgan ekan. Chunki bu yerda Koreyada ishlab, Dubayda birga ishlayotgan bolalar aytish bo'yicha shunaqa ekan, lekin men boshqa joyda ishlab ko'rmaganim uchun unaqa O'rgan bo'lgansizda. Compare deydimi? Solishtirgani anaqa data yo'q. Lekin men umumiy olib qaraganda, lekin ha, Koreyada bosim bor. Boshqa data bo'lmagan taqdirda ham o'ylayman, atmosfera, workplace bunaqa bo'lmasligi kerak. Bunchalik bosim bo'lmasligi kerak degan fikrdaman lekin. Oshiqcha o'ta. Sizda? Shunday bosim bo'ladi har safar. Chunki birinchidan siz immigrantsiz bu yerda. Har tomonlama bitta pog'ona pastasi. Calculate qilib chiqishingiz kerak. Hamma natijalarni oldindan o'ylashingiz kerak. Masalan, consequencelarni, natijalarni. To'g'ri. Deylik, ishxonada ham mana shu ta'sir qiladi ba'zida. Shu bo'ladi. Ishda yashashdachi? Yashashdami? Yashashda bosim. Yashashda oldin yo'q edi. Oldin yo'q edi. Oldin single bo'lganligim uchun umuman yo'q edi. To'g'ri. Masalan, ishimga borishim kerak yoki o'qishimni bitirishim kerak. Planlar bo'lgan, lekin unaqa katta bosim bo'lmagan. Lekin hozir oila qurgandan keyin ozgina bilintiryapti, boshqacharoq. Ta'sir. Sizda yashashda bosim bo'lmasa kerak. Yo'q, bizdaligi o'sha nima deydi, odatda o'zim bo'lganligim uchun boshqa. Menda to'g'risi o'zi haqiqiy hayot qanaqa bo'lishi kerakligini esdan chiqarib qo'yganman tash. Robot bo'lgan hayot. Rostdan. Men misol uchun planim bugun ishga borsam, agar keyin ishdan keyin shu sportga chiqishga kuchim yetsa yoki kayfiyatim yaxshi bo'lsa boraman. Undan keyin bo'ldi, ertaga men ishga borish kerak degan bo'ladi. Keyingi plan o'tadi xolos. Lekin misol uchun manaqa, haligi Android unchalik yaxshi odam bo'lib ketmagan bo'lsa ham, bitta gap yoqqan menga. Lekin kishining hayoti oq-qora bo'lmasligi kerak. Kulrang bo'lishi kerak. Ya'ni agar ertalab happy, baxtli bo'lsam, o'zim yaxshi qilsam, men ishga borishim kerak. Hozir o'zim aytib o'tib ketdimmi, kayfiyatim bo'lsa deb. Lekin menda shunaqa, kayfiyatim yaxshi bo'lsa, jiu-jitsuga borganim bora olaman. Lekin kayfiyatim bo'lmay turgan o'sha bolalar davay degan bo'lsa ketaveraman. Lekin o'zim xohlab turgan, xohlab borishimni aytyapman. To'g'ri. Shuning uchun menda haligi kunlik hayot yaxshi bo'lmasa ham,
unchalik xafa bo'lmayman, normal. O'rganib qoldik o'zi. Uxlab turib ertaga ishga boraman-ku deysizda. Tegishi bo'laman, yaxshi deyman. Manimcha Koreya ichida yashasak biz bu narsani uncha his qilmaymiz. Ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin mana shu O'zbekistonga 2 oyga borib kelganimda, ya'ni juda qattiq bilindi. Ya'ni Koreya bilan O'zbekistonda yashash, o'qish, hamma narsa shunday yaqqol farq ko'rinib turdi. Lekin yana Koreyaga qaytib kelgandan keyin yana ko'zim ko'rib qoldi. Yana masalan, aytgan narsalarim masalan unaqa emas degan fikrga kelibman yana. O'shaning uchun Koreya shu juda bir qanaqadir aldaydigan. Koreyani ishlash madaniyati, ish madaniyati efficientmi yo'qmi? Ya'ni efficient degani samaradorlikmi yo'qmi? Samaradormi yo'qmi? Koreyani o'zi har kuni yuramiz, ko'cha-ko'yga qaraydigan bo'lsangiz, samaradorlik juda ham zo'r. Masalan, tez ishlaydigan vaqtida tez ishlashadi, sal yengilroq, erkinroq ishlaydigan vaqtida erkin ishlashadi. Ya'ni vaziyatdan kelib chiqib. Deylik, ba'zida masalan yo'llarda bir nima sodir bo'ladigan bo'lsa, kechasi bilan ishlab chiqishadi. Kechasi bilan shu joyga hamma deylik, odatda 4-5 kishi ishlasa, bunaqa vaqtlarda 20 ta 30 ta bo'lib kechasi bilan ishlab chiqishadi. Vaziyatdan kelib chiqib. Lekin samaradorligi yaxshi deb o'ylayman. Chunki masalan deylik, bitta mahallada har kun ishga borib kelib yursak, bir kun qarasangiz uy qurishayotgan bo'ladi, binolar, apartamentlar, keyin 5-6 oydan keyin qarasangiz o'zi bitgan bo'ladi. To'g'ri. Lekin hayron qolasiz-da, qanday tez bitib ketdi deb. Shu o'zimizning ishxonada ham masalan IT bo'yicha ham samaradorlik yaxshi. Qattiq ishlaydigan vaqtda qattiq ishlaymiz, sal dam oladigan vaqtda dam olib, erkinroq ishlaymiz. Men o'zim shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bizda planirovka qilish kerak, keyin uni schedule qilish kerak, schedule follow qilish kerak. O'shanaqa deadline'larni haligi reallikka asoslanib qilish kerak degan narsalarda kamchiliklar bor. Birinchisi, ikkinchidan bizning kompaniya ko'proq researchga asoslanganroq, research institutida ishlaganligi bo'lganligi uchun odatan bu research departmentlarda odatan PhD'lar yosh katta odamlarda. Endi ularni odatda nimani kutasiz? Excel bilan PPT'ni kutasiz xolos-da. Ularda eng yomon narsa shu. Sizdan biron bir update so'ragan paytda shu Excelda yoki PPT'da berishingiz kerak update. Rasmiyatchilik. Rasmiyatchilik bor. Yo'q, rasmiyatchilik emas. Ular shunchalik eskirib ketdiki, ular shunchalik qarib ketdiki, yangi texnologiyaga moslasha olmaydi. Bitta qo'shimcha qilib ketay shu yerda, gapingiz bo'ldim. Bitta professorimiz aytgandi, koreyslarni yosh kattalari mana bu texnologiyaga ishonmaydi. Nimaga ishonadi? Mana bunaqa paperda ko'rgan narsasiga ishonadi. Paperda. Masalan deylik, qariyalarni ko'ramiz, bankka boradi. Bankka borganda mana bu bank bukka olib boradi. Mana bunga chiqarib ber deydi. Print qilib. Qancha pul ishlatdim, nima qildim, qancha qayerga ketdi. Shunga moslashib qolgan. Chunki ularning davrida ana shu bo'lgan. Qog'ozga ishonadi, ko'rganiga. Texnologiyaga ishonmaydi. Shunaqa. Ular texnologiyada, lekin bizda ular qog'oz qilib chiqarmagan. Hozir ishlatadi masalan. Men printerda dal ishlatmayman ishxonada. Qachoncha degan ismni chiqarib qo'ygan. Lekin ular hamma yo'lda qog'ozga chiqarish kerak-da. Shunaqa. Keyin masalan bizni boshliq ham ko'proq o'sha PPT, Word, o'sha endi Word o'zi bo'ladi, lekin PPT bu narsalarni dokument qilib berib deydi. Shu va keyin Excelda qilib ber, boshqa narsa qilib ber deydi. Yo'q, masalan, Excelda ishlaydi. Bu eng yomon ko'rgan narsa. Ikkinchidan, shu planning bu narsalarni, ya'ni keyin schedule'larga qarab turgan narsalarga, masalan, Jira shunga narsalar bor. O'sha qilmaydi. O'sha qo'lda chizib chiqarib, bitta qanaqadir olib, PPTdan bitta olib, shakllarni qo'yib chiqishadi. Keyin o'ylayman, bizga hali ozgina bor deyman. Keyin lekin efficiently jihatdan Koreyada byurokrasiya bor. Byurokratiya deydimiz bu yerda. U bor. O'sha byurokratiya. Men yomon ko'rgan narsam o'sha narsa. Hamma narsani dokument orqali qilish kerak, boshqa qilish kerak. To'g'ri bir dalil uchun kerak. Lekin mana shu joyda Elon Musk zo'r gapini eslab qoldim. Zo'r gap aytgan. Shu kompaniya qurayotganda nima qilish kerak birinchi make requirements less dump. Dump. Less dump.
Lessdan. Ikkinchisi Ha? ikkita aytganiku. Ikkinchisi nima ekan? O'zi aytgan-ku menga. Follow the first rule. Follow the first rule. Ikkita qoida bor edi. Follow the first rule. Shunaqa bizni institutda ishlasam, professorimiz masalan PPT qilsak yoki boshqa narsa qilsak, ular chiqartirib oladi. Masalan 20 ta list bo'lsa 20 ta chiqaradi-da. Hammasini chizib, mana yerda to'q qilsan, bu yerda to'q qilsan deb ko'rsatadi. Menga shunday masalan o'sha PPT ga notib tashlab ketsa, to'g'rilab qo'yaman, lekin chiqarib, buni o'zgartirish, buni tuzish deb ko'rsatadi. Kechagina shu birga ishlaydigan qiz aytayapti. Senga karaslar juda ko'p qog'oz ishlatadigandek tuyulmaydi deb so'rayapti-da. Men shunaqa desam, juda ko'p ishlatadi. Nima bo'lsa hammasini chiqarib olaveradi. Shu print qiladi. Ya tavba deyman. Biz ham ishxonada miting qiladigan bo'lsak, anaqalarni chiqarib olamiz, hamma narsa. PPT'dan chiqarib olamiz. Hammaga chiqaramiz. Masalan, 5 ta odam bo'lsa, 5 ta odamga chiqaramiz. 10 tadan list bo'lsa, 50 ta ketdi list. Mana shunda o'tirib ko'rib chiqamiz. Juda ko'p Yozmasak ham ko'rib chiqamiz masalan biz. Chet elliklar nimani masalan noto'g'ri tushunib qo'yishadi Koreyada. Masalan, what do foreigners misunderstand? Koreyslarni xuddi o'zlariga o'xshatishadi. Masalan, kimdir Rossiyadan keldi, Koreyaga keladi, Koreyani ham Rossiya deb o'ylaydi odamlarni. Masalan, biz O'zbekistondan keldik, odamlarni xuddi shu O'zbekistonda ko'rgan odamlarimizdek tasavvur qilamizda. Shunaqa boshida muomala qilib ko'ramiz. Ana shu o'zimizga qaytmagandan keyin tushunishni boshlaymiz. Mana shu kamchilik deb o'ylayman. Ya'ni o'zini odamlarga o'xshatishi. Xuddi shunaqa. Sizdachi? Men noto'g'ri o'ylashim, men shu boshqa millatdan kelgan odamlar shu Koreyani madaniyatiga osonlikcha singib ketaman deb qattiq harakat qilish. Ba'zi o'ylayman, o'zi bu yerda vaqtinchalik yashasak, nimaga singib ketish kerak? Singib ketmasdan yashasa bo'ladimi? U uni qadriyatini hurmat qiladi, men uni hurmatini qilmayapman. Yetchilmang unaqa. Koreyada long term qolgan bo'ladimi deysiz? Yo'q. Long term. Yo'q. I mean 10-15 yil. Yo'q. O'zi O'zgarmay turibsiz. 8 yil bo'ldi. Yana 8 yil qolamiz. Long term, masalan, bola chaqa katta qilib shunaqa ma'noda. Qolgan bo'lardim. Ana, nimaga va siz nimaga qolmagan bo'lardingiz? Debate ketdi. Chunki menda yaxshiroq yechim bor. Shuning uchun Avstraliya. Avstraliya. Okay. Usmonjon, sizni olaman. Men long termda qolgan bo'lardim. Bu qolgan odamlarga har xil eshitilishi mumkin-da. Masalan, nasib qilgan bo'lsa, ana shu permanent residency olganingizdan keyin keyingi davlatlar uchun harakatingizni boshlaysiz bo'laveradi. Masalan, sizda optionlar bo'ladi shunda. Misol uchun bu yerda permanent residencyni olasiz, undan keyin o'sha xohlagan New Zealand, Avstraliyaga ketasiz. Hozir ketsangiz qanday bo'ladi? Hozir ketsangiz xuddi Koreyaga boshda kelgan bo'lsangiz qanday bo'ladi? Noldan boshlaysiz, u yoqqa ham bor. To'g'ri. Ya'ni mana bu joyda hozir davom etib ketadigan bo'lsangiz 4-5 yil ana shunda yetib borishingiz mumkin permanent residencyga. Lekin qaysidir boshqa davlatga borsangiz, noldan yana boshdan boshlab kelishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda qanaqa skilllar hali ham o'rgatilyapti, lekin ular keraksiz aslida. Men o'ylab ko'rgan narsam skill. Yo, bu masalan skill deb alohida bitta fan deb o'tilmaydi bu narsa, lekin hamma fanning ichida bu narsa bor. Eslab qolish. Yoki raqamlarni eslash yoki Yodlab qolishda. Yodlash degan narsa skill. Bu o'rgatilmasligi kerak deyarli. Yoki bo'lmasa даже bunga hozir vaqtim ajratmaslik kerak hozir. To'g'ri. That's a good point. Sizlar Agarda bu skillni rivojlantirmagan bo'lsangiz-chi, unda insonlarning ismini qanday yodlab qolasiz yoki numberlarni misol Muhammadjon nomerini aytingchi. bilmayman. Come on. Tug'ilganingni bilmaysiz. Bankartingiz nomerini eslaysizmi? Man Bankartingiz nomerini yodlab olganmiz? yo'q. Men bilaman lekin. Masalan, unaqa emas. Muhimroq narsalarni ba'zida yodlashimizga to'g'ri keladi-yu. Bizda bitta narsa, bizda hali ham yodlash o'rgatiladi hali ham. Oldingichalik yaxshi o'rgatiladi. Lekin har doimgidek samarasiz. Chunki bizda birinchidan oldin bizda nimaga yodlash yaxshiroq bo'ladigan bo'lsak, chunki
bizda bu yodlashga ehtiyoj bo'lgan. Agar buni yodlamasak, aniq qayerdadir talafot bo'ladi. Nimadir ish topolmay qolamiz. Aniq mana shu ilmni topolmay qolsak, o'sha hayotimiz xavf ostida bo'lib qoladi. Chunki bizda birinchidan o'sha paytda hattoki yozib olgan qog'oz bo'lmagan. Qog'ozlar qimmat bo'lgan o'sha paytda. Va ilm qog'ozga yozilgan, qog'oz qimmat bo'lganligi uchun faqatgina qaysidir joylarda saqlangan ilm. Tez kirib turib topadigan joy bo'lmagan. Endi uni eng arzon yo'li nima desa, eslab qolish. Arzonga tushadi eslab qolish. Odam shunga ehtiyoji bo'lganligi uchungina yodlab qo'ygan deb o'ylayman. Bizni to'g'ri odam yodlasa, bizga tuyuladiki, u odam aqlliroq, ko'p narsani o'ylaydi deb o'ylaymiz. Ha. Bu haligi kodga o'xshagan narsa, LLMga o'xshagan narsa. Qanchaki sizni parametrlaringiz katta bo'lsa, siz yaxshi eslab qola olasiz. Lekin bitta nima deydi? Bu men o'ylayman, bu har doim eng zo'r yechim emas. Chunki bizdagi shu bor eng zo'r yechim edi xolos. Endi hozir nima qilishimiz kerak? Yaxshi analytical bitta skill o'ylab topishimiz kerakki, balki bor, mana shuni o'rganishimiz kerak. Shunchaki ma'lumotlarga ulab qo'ysak, to'g'ri ma'lumotni chiroyli analiz qilib, uni haqiqiy emasligini bilib beradigan skill bo'lishi kerak. Shunaqa. Endi hozir siz aytayotgandek, lekin biz aytamiz-ku, yodlatmaslik kerak, xotiramiz bilan qolib ketadi desak, o'sha xotiramiz o'sha hozirda pasayib bo'lgan. Shunday. Buni tan olishimiz kerak, tan oladigan vaqt keldi. Lekin biz aytayotgandek, xotiramiz pasayib ketadi degani, masalan, odamlarning ismini eslab qolish yoki basic narsalarga xotiramiz ishlaydi baribir. Men qo'shmoqchi bo'lganim, masalan, matematikada formula o'rgatadi, masalan, yodlatadi, yod dizayni shunday deydi, mana shu yoqqa ishlatiladi, lekin bu formula matematikadan tashqari o'rgatilmaydi. Masalan, real life'da qanday bo'ladi bu narsa. Faqat o'sha narsani yodlaganimiz uchun o'sha narsa menimcha useless, prosta formulani o'rganish. Men o'zimdan anaqa qilaman, kalla yeb qoldi. Katta trassaga chiqmagan poyga mashinasi bo'ladi-ku. Chunki men maktab payti fizikaga, biologiya, tarixga juda qiziqardim. Rosa qiziqardim. Masalan, darsga borib o'rganaman desam, qiziqtirib o'zim o'rganaman desam, masalan, o'qituvchilar yetkazib bera olmasdi. Qiziqtira olmasdi aniqroq. Masalan, oddiy formula berardi, bo'ldi. Men u formula qanaqa ishlaydi, qayerda ishlatsa bo'ladi, o'sha narsalarga masalan javob bo'lmagan yoki aytmagan yoki men so'ramaganman. Ya'ni tarixda ham xuddi tarixda ham shunaqa yodlab, prosta yodlaysan. Lekin masalan qolgan qismi qanaqa bo'ladi? Keyin o'zimizni O'zbekiston tarixi yoki jahon tarixi ular ham juda ko'p o'zgarishlar bo'lgan, ayniqsa O'zbekiston tarixida, lekin shunda ham masalan o'qituvchimiz men tayyor bo'lsam, qo'lim ko'tarsam mendan so'ramaydi. Keyin men yana tayyorlansam mendan yana so'ramaydi ataylab. Uchinchini ko'tarmasam mendan so'raydi keyin. O'shunday qilib yana motivatsiya tushib ketgan. Har doim masalan boshqa aynan a'lochi qizlardan so'raydi. O'shunday qilib ikkichi bo'lgansiz demakda. Motivatsiyani rosa tushirgan lekin shu. Aynan tarixda, keyin fizikada. Biologiyaga o'rtacha qiziqardim, biologiya yaxshi o'qiydim o'zim. Yaxshi o'tganman biologiyani. Shunday qilib, masalan, juda motivatsiyani so'ndirishgan maktabda. What the trends annoy most? AI Cup. AI Cup? Ha. Hamma narsaga AI so'zini qo'yish. AI bo'lmagan narsaga AI. AI notebook. Rosa. Shunisi. Tech trend, yes. Fair enough. Kerak emas bo'lmagan joylarga AI tiqish deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Shunaqa. Meni yana bitta yoqtirmaydigan narsa, hozir o'ylab qaragan bo'lsak, biz AIga, shu sohaga, kompaniyalarga milliardlab dollarlar tiqib tashlayapmiz, lekin bunday o'ylab qarasam, demak, o'zi aslida pulimiz bor bizni. Butun davlatlarimiz aslida puli bor. Amerika bo'yicha bitta nimani eshitib qoldim. Amerikada qanaqadir 1,5 xonali, 1 xonali yog'ochdan yasalgan uylar bor ekan, ko'chaning kapsula deb ekan. Umumiy qaysidir bitta shtatda dedi, hamma uysizlarni sanab chiqishgan ekan, homeless people sanab chiqqanda necha mingta odam chiqqan ekan. O'sha necha mingta odamga ashanga kapsula olib beradigan bo'lsak, $5 million bilan hal qilib qo'ysa bo'lardi. $5 million bilan butun uysiz, o'sha qaysidir shtatdagi bugun uysizlarni naqasini Amerikada bitta shtat o'rtacha bitta davlat deganda. Shunday. Bitta davlatdagi uysizlarni $5 million bilan uyli qilib qo'ysangiz bo'lardi. Muammosiz. Lekin biz AIga tiqib yotibmiz. Shunaqa. Demak, bizni pulimiz bor ekan deb. Endi men annoying emas, bitta hozir men o'shuni aytishdi.
Shu haqida gaplashishni juda o'ylab naqib keldim. Endi o'yin mas'ul lekin yoqayotgani bitta. Bor, masalan, eshitgan bo'lsanglar, Cloudy Mythos degani chiqdi. Siz ham uni kanalingizga qo'yish kerak. Men anaqasini ko'rdimda, aytish bo'yicha bitta 25 yildan beri shu cyber security bo'yicha ishlab kelgan odam bor. Ekan, aytishlaricha bo'yicha butun dunyo bo'ylab juda ham aqlli odam. Cyber security bo'yicha вообще deyishyapti. U aytyapti 25 yildan ichida deydi bitta softwaredan topolmagan bug'ni Cloudy Mythos topadi. Lekin yana bitta narsa, o'sha Anthropic'da CEO aytyapti, biz deydi bu Cloudy Mythos'ni cyber security uchun ataylabdan trening qilmadik. Biz shunchaki kodni yozish, yaxshi yozish uchun trening qildik, lekin buni side effect sifatida cyber security kuchayib ketdi deyapti. O'shanaqa biz AJ ga ozgina qo'yapti. Necha qadamlar. Shunaqa planlar. Keyin menga yoqmagan tomoni AI kerak emas bo'lgan joyga AI tiqish, ishlatish. Masalan, men o'ylaymanki, HR ga AI shart emas. Ya'ni HR baribir human resource bo'lgani uchun human tomonidan qaralish kerak hamma narsa. Shu rezyumlar o'qilish kerak, intervyu bo'lish kerak. Hozir intervyuni ham bitta AI bot olyapti. Intervyu masalan rezyumingizni ham AI ko'ryapti. O'shaning uchun HR bo'lgan nomiga mos bo'lishi kerak. Human resource bo'lishi kerak. Ya'ni AI resource emasda endi. Bitta narsa o'sha joylarga AI hozir eng anaqa kamchiliklardan bittasi odamning emotsiyalarini, odamligini, odamga o'sha emotsiya qilib, odamning emotsiyasini tushuna olmaydi-da. Endi biz AI intervyu qilib bersa, ishonaga biz AI intervyu qilib bersa, shunda odamlar biz AI bilan ishlaymizmi, odam bilan ishlaymizmi? Shunda bitta qattiq haqiqat borki, juniorlar eshitishni xohlamaydi. Juniorlarda bitta anaqa bor, fikr bor. Rosa ham low leveldan boshlashim kerak deb o'ylaydi juda ko'pchilik. Masalan, deylik, birinchi data structure algoritmlarni tushunib olishim kerak yoki C language dan boshlashim kerak yoki vaqtim bo'lsa assemblyni ham bir ko'rishim kerak deganlar bo'ladi orasida. Bu juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki siz hozir rivojlangan vaqtda turibsiz. O'zingizni levelingizga mosidan boshlang. Bilimingizni oshirganingizdan keyin low levelga tushib boring. Chunki hozir low levelda o'rgangan narsangiz universitetingizda ham, amaliyotda ham, ishda ham umuman ishlatmaysiz. Sizga umuman kerak bo'lmaydi. Qachonki mana bu katta kompaniyalarga kirsangiz, ana shu joylarda samaradorlikni oshirish uchun ishlatishadigan algoritmlar bor. Lekin bu siz hozir ishga kiradigan bo'lsangiz, universitetni bitirib ishlatmaysiz bu narsani. Umuman. Bu foydasi bo'lmaydi. Ana shuni tushunishsa yaxshi bo'lardi. Okay. Ko'pchilik lekin savol beradi. Buni nimaga aytdim? Ko'pchilik savol beradi. Men IT ga endi kirdim. Data structure algoritmni boshlamoqchiman. Yoki yaxshi tushunish uchun C language dan boshlamoqchiman deydi. C language dan boshlasangiz fail bo'lasiz. Menda bular tutoriallar ko'rib ketganimda shunchaki videoda ko'rsam, o'sha videodagi topshiriqlar biz topshiriqlarni bajarsam bo'ldi deb o'yladim. Lekin bu har doim passiv o'rganish bo'lgan. Aktiv o'rganish qanaqa bo'ladi desa, qachonki siz xatoga stuck bo'lib qolib, o'sha xato ustida kamida 3 soat o'tirsangiz, o'sha xatoni debugging qilsangiz, nimaga debugging bo'ldi, o'shalargacha tushunsangiz, men o'ylayman keyin o'shani tushungan bo'lasiz. Men bilim jihatdan magaja o'rganing demayapman. Practice jihatdan anaqa oshirish kerak. Bizda ko'proq theory bo'lib ketaveradi, lekin practice har doim qolib ketadi. Shunday. Blitz so'zlar o'tamizmi yoki Blitz savol ham bormi hali? O'ting. Blitz test-ku? Blitzga o'ting. 2 soat bo'ldi o'zi. Davay. Ingliz tilida beraman. One tool you hate. One tool you hate. One tool. Teams. Microsoft Teams. Sizlar? Menda ham shunaqa. Microsoft Teams. Teams yoki Jira bir nima. Management tool'lar. Okay. Online yoki offline? Offline. Online. To'g'ri, nimaga? Nimaga degan jo'ti yo'q. Nimaga? Ha? Nimaga siz online? Siz nimaga offline? Inson sifatida ko'p narsani har doim emas. Masalan, ba'zida offline ko'rishlar, offline borib ishlashingiz, boshqasi sizga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Inson sifatida ham ko'p offline ko'rishadigan bo'lsangiz,
mana shu insonga nisbatan mehringiz paydo bo'ladi, yaqinlashasiz. Sizlarchi? Bizda to'g'risi offlayn mitingni qilgan ishlarni o'ylayman, mana shuni onlayn qilsa ham hech qanaqa xato bo'lmadi. Okay. Chunki device'larni real time ko'rsatib, tiqib ko'rsatib anaqa qilmaymizda. But anyway, agar nima qilgan bo'lsak, business tripga borib, o'sha nimani o'rnatadigan bo'lsang, o'sha offlayn bo'ladi. Haqiqatdan nimadir ish qilamiz. Lekin mitingga kirib olib turib, doskaga chizib qo'ysa bo'laveradi zumda. O'zim ham offline, o'zim social person deb o'ylayman. O'shanga. Of course. Hop, startup yoki katta kompaniya? Hozirgi Yo'q, вообще hozirgi emas. katta kompaniya. Startup. Nimaga aytadi? Nimaga? Katta kompaniya sababi startapda joningizni berib ishlaysiz. 15 soat, kerak bo'lsa 8 soat emasda. 10 soatlab, 15 soatlab ishlaysiz. Kechgacha, kechasi 12 gacha ishlaysiz kerak bo'lsa. Keyin sizga beriladigan natija deyarli ba'zi vaqtlar 0 ga teng bo'ladi. Faqat oyligingizni olasiz xolos-da, bir xil ish qilasiz. Katta kompaniyada nima qilasiz? Ko'proq oyligingizni olasiz, ishga vaqtida borib kelasiz. Lekin bir xil ish qilasiz. Menda o'zim startup qurish niyatim bo'lganligi uchun, mana shunaqa odam kam bo'lganligi uchun qayerda nima движение bo'layotganini bila olasiz. Qayerda xato bo'layotganini bila olasiz. To'g'ri. Dash ba'zida HRchiga aralashib qo'yasiz ba'zida. Shuning uchun men Startup. qiyin bo'lsa ham startupda hozir 1-2 yil Okay. ishlashim kerak. Koreya yoki chet el? Chet el. Koreya. Okay, bunu so'rab bo'lib oldik. Hop. Sizni screen time per day. Men hozir ko'rsataymi? Let's go. Qani, qayerdan ko'ramiz? General. General. Sorry, back. Qayerda bo'ladi biz? Mana. Topib beraman hozir mana. Screen time bo'ladi o'zi. Search qiling. Mana pastda. Screen time. Daily average. 5 hours 40 5 minutes. soat. What's the most used app? Screen. Unaqada bo'ladi, kirasam chichiga. App limits. Always allowed app limits. Yo'q, app limits emasmi? O'zi kirasmancha. Bu pastdan kirasiz. See mana see all. Okay, Instagram ekan. fair enough. Sizlarchi? Shopping is the most. Mana zo'r savol ekan. Are engineers boring people? I would say they're most fun. Bu boring emas. Bu sohada umuman tashqarida yurganlar uchun shuni qilib yuradi. Lekin men uchun Eng funny odamlar shu sohada deb o'ylayman. eng funny aytgisi bo'ladiki, men hazillar o'tkir mana shu injenerlar deb o'ylayman. Lekin meni fani boring. Voy. Yo'q, men o'ylayman, injenerlarni kimga o'xshataman? Nimaga? Joker bor-ku. Joker. O'zi umuman Joker anaqa xarakterdagi odamlar deb o'ylayman. They make really deep jokes, so nobody can understand. Dark jokes. Maybe it's just a filter. Maybe just we intentionally filter people out so that we choose people to hang out. Okay. Bo'ldimi? Yes. Savollar? Qolganini o'sha ikkinchi qismga olib qo'yamiz. E'tibor so'rayman. Yeah. Xulosa. Xulosa. Nima bu xulosa? Kofe ichamizmi? Kofe birinchi tanlaymiz, kelinglar. Let's go. Abiyatni tanlaysizmi? Birinchi tanlaymiz. What the hell? What the hell? Nima keladi? Xo'p, bular hammasi o'zi amerikanu, faqat Okay. anu ta'mida ozgina boshqacharoq anaqalar, flavorlar bo'ladi. Eng yoqtirganingiz qaysi? Hammasi Menga mana. karamel nima bu? Rich chocolate. Rich chocolate. Bundan masalan chokoladni hidi keladi, ta'mi ham keladi ozgina. Mana bor masalan karamel. Karamelligini olaylik menga. Karamel. Karamelligi nima edi u? Shirin bo'ladi. Karamel macchiato ichganmisiz? Yo'q. Xuddi shunaqa. Menga ham karamel unda. Aytda bor ekan, idishlar bo'ldi, ishlatilgan bo'ldi. Ishlatilmagan. Yo'q, ishlatilmagan. Okay. Yo'q. Bu boshqachada, bu anaqa olingan vaqtida sample qilib mana shuni hammasini o'zi bergan. Bu u yoqdagilar sotib olingan. Bu har xil. Hammasidan bitta-bittadan sample qilib bergan. Bu suv naqra suv olamchidan. Ana shu suvdan ishlatadi. Okay. Tushib ketdi shiga. U ishlatib bo'linganini o'zi avtomatik tushirib yuboradi. Buni qo'yamiz.
O Bo'ldi. Endi buni yopamiz mana. bu shunda mana idishi bu apparat bunga moslashganda. Okey. Shunday. Okey. Hop. Mana bu to'xtagandan keyin ishlatsak bo'ladi endi. Bu endi yondi. Keyin musulni qayerdan olasiz buni? Musorni olishni ko'rsataman. Kofe volumlarini mana bularga, kapsullarga qarab. Xo'sh, mana bir marta bosadigan bo'lsak, Aha. suv bilan birgalikda kofe qilib beradi. Espresso emas. Espresso. Nechi pul bu apparat? 500 ming mi? Yo'q, arzon 100 ming? 100 ming. Yo'qmi? 100 mingdan oshiqroq, ha. Demak, mana tayyor bo'ldi. Ha, buni ko'rishingiz mumkin hidini. Karamel hidi kelyaptimi? Tayinimiz bor-a? Aralashtirishingiz bo'ladi. Asalni oling. Xohlasiz? Ha. Bo'ldi. Idishini olaylik-a. Bu yoqqa burasiz. Ha. Ko'tarsangiz oxirigacha buring. To'g'ri turasizmi? Oxirigacha urish kerakmi? Bo'ldi. Ha, okey. Endi buni maydonchami? Mana shu joyda. Chiqarib oladi. Okey. Endi tashlaylik buni. Mana bu idishni olasiz. Sorry. Issiq o'tiradi-ku. Mana shu holatda qo'ysak bo'ladi. Sizda yo'q ekan? Yo'q, qo'ydim. Thank you. Bo'ldimi? Ha.